Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 21-may Namangan tumani Sho'rqo'rg'onda boshlagan ishimiz yakuniga yetdi. Bu yerga samovarimiz o'rnaydi. Plashatkasi 22 talik qozondan 4 ta bo'ldi. Bitta 80 litrli, bitta 100 litrli bo'ldi. Bu yerimiz plashatka. Ovqat qo'yadigan zakotовочный stol. Tagi nastalik. Hammasini yoqqanmiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rsatasiz operator tortishlarini. Xudo xolasa. Mana. Biz shobada bo'lib sal o'ynatdi. Mana. Suvimiz qaynadi. Mana buni ham yoqqanmiz, xudo xolasa. Tortishi. Mana buni yoqmaganmiz, mana. Bu ham xudo xolasa yaxshi. Tortishi. Mana buni ham ko'rsatasiz. 100 litrli, buni ham yoqilmagan. Mana buni. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tortishi. Xo'sh, yaxshi qozonga o't tegishini ko'rsatib o'tasiz. Bu yer oshxona, so'limgina oshxona bo'libdi. 8 ta qozonimiz tushdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 93lik 405 80 80 damiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistongacha xizmatlarimiz bor. Yoqsa like bosib, obuna bo'lib qolishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.